Ayyon i60 da elektrini fullini rost so'radinglar akalar. Men oxiri topdim. Qarshimizda turgan ushbu mashinalar i60larni elektri qorasi va bu yoqda mana oqlari turibdi. Bitta kamchiligi ushbu mashinalar barchasi o'sha sotilib bo'lingan. Endi hozirgi kunda aprelda kelib turgan bitta partiyamiz bor va mayda kelib turgan yana bitta partiyamiz bor. U partiyada faqatgina oqqa qora va qoraga qora bo'lgan elektr 650 full pozitsiyalari kelyapti. Ushbu partiyadagi mashinalarga buyurtma olib qolishimiz mumkin. Ushbu mashinalarimizni narxi Toshkent SIP $19,000 bo'lyapti. Buyurtma uchun $2,000 to'lanishi yetarli bo'ladi. Bu mashinalar elektrligini mana bu oldidagi projektor chiqaradigan kamerasidan ham bilsa bo'ladi mana. Xo'p, bu mashinalarda $2,000 to'laganimizdan keyin chegaraga yetib keladi. Mashinani ko'ramiz va qolgan pulni to'lab O'zbekistonga jo'natib yuboramiz. Endi bu mashina narxi agar rastamoshkasi 6,5 bo'ladigan bo'lsa, qo'lga 25,500 ga tegadi. Chempionga o'xshagan 650 kilometr zapas hodiga ega bo'lgan, chempion o'rnini bosadigan, lekin undan $5,000-6,000 ga arzon bo'lgan mashina haqiqatan ham katta talabda bo'ladi. Shunga ulgurib qolinglar akalar. Tayyor mashina topishning ilojisi yo'q. Faqatgina yo'lda kelib turgan mashinalardan ushlab buyurtma qilib qolishimiz mumkin bo'ladi. Agar sizga ham qiziq bo'lsa, pastki raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol buyurtma qoldirishingiz mumkin.